Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Bugun 20-mart 3-oy 2025-yil chorak asr. Hozir men sizlarga bir vaziyatni aytmoqchiman. Ushbu darsni eshitayotgan tegishli o'rin xodimlari, tegishli shifokorlar, tegishli mansabdor shaxslar va tegishli fuqarolar. Sizlarga shularni aytmoqchimanki, men inson bo'lib, vatandoshingiz bo'lib, fuqaro bo'lib, huquqimdan kelib chiqib, bor yo'g'i ariza yozgan edim. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sud raisiga 14-fevral 2-oy 2025-yili ariza yozgan edim. Va arizamni 18-fevral 2-oy 2025-yili Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sud devonxonasi xodimi R. Faxriddinov imzolab olgan edi, muhrlab. Va menga qarangki 26-fevral kuni qo'ng'iroq bo'ldi 2025-yili. Ushbu arizamni kassatsiya tartibida ko'rishga kirishdi bular, yo tavba. Va qarangki, oxir-oqibat ushbu arizam kassatsiya tartibida ko'rilishi uchun Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudiga yetkazildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi raisi yoki bironta bir xodimi ularga tushuntirmagan shekilli, birgalikda bir zakaz sud qilmoqchi bo'lganmi bular meni qayta jinnixonaga tiqish uchun. Kassatsiya tartibida ko'rish uchun sudni kuni belgilanib, meni 19-mart 3-oy 2025-yilga sudga chaqirdi qo'ng'iroq orqali. Hozir ushbu holatlar bo'yicha men ba'zi zaftlarni sizlarga eshittiraman. Sizlar ham eshitib guvohi bo'ling. Ona vatanimiz O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari, hurmati, murojaati qanday ahvoldaligini, yana bir marta aytaman, qanday ahvoldaligini qarangizlar. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xudoga yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Aka, jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sudidan telefon qildi. Aha. Ariza tashlagan ekansiz. Ha. Men o'sha rais bir qabulga kelsangiz qabul qilmoqchilarni bir tushuntirmoqchi edi. Amaga javob xati bersa bo'ldi-ku, nimasini tushuntiradi menga? U javob xatini berish. Yo'q, kassatsiya tartibida buni bizda faqat kassatsiya buni viloyat sudi mana arizani kassatsiya deb yozib bersangiz yoniga. Endi kassatsiya tartibida rasmiylashtirib viloyat ko'rib chiqadi, bizda ko'rib chiqmaymiz buni, delani. Bekor xonimda. Ko'ryapsizmi? Murojaatim qanday yo'sinda boshqa tomonga ketayotganligini? Yo'q, boshqa tomonda emas. Yo'q, boshqa tomonga. Yo'q, murojaatingiz boshqa tomonga emas, bu men ajrim ustida yozyapsiz-ku, ajrimni ustidan bekor qilish bo'yicha. Ko'ryapsizmi? Yuqori turuvchi organ ko'rib chiqadi, bizdan yuqori turuvchi organ. Yo'q, siz ismingiz kim sizni? Furqat ismim. Furqat, kechirasiz, men arizani o'sha ajrimni bekor qilish uchun emas, o'sha ajr masalasini bekor qilmaganligi bo'yicha men ariza berganman. Ya'ni yozgan ekansiz, 17-iyuldagi ajrimni bekor qilish yuzasidan degansiz-da, ariza. Bekor qilish yuzasidan uni chorasini vaqtida hal qilmagan mana shu Chinozdagi markaziy poliklinikaning psixiatrining faoliyati bo'yicha men tushuntirib aytyapman. Obidova Dilbar Malikovna haqida aytyapman. Bu arizani o'zi tushunadigan odam bormi o'zi yuqoridagilardan? Bor, o'shanga rais qabul qilaman deb, shuni telefon orqali chaqiryotgandim. Vaqtingiz bormi kelib ketishga? Birinchidan hop pulim ham yo'q, men chiqish yo'l kiram. Qolaversa, menga ras chaqiradigan bo'lsa sud raisi, menga poveska berish kerak. Tushunarli. Menga asl masalam, menga javob xati bersa bo'ldi sud raisi. Men nima qilaman yerga borib, safsatani gapirib, unaqa bunaqa deb. Yo'q, bo'ldi, tushunarli. Qabul qilaman dedi-da, prosta shaxsiy qabul bor-ku mana o'zini. Menga prosta javob xati bersin deyapman. Mana tushuntirib aytyapman. Tushunarli, xo'p. Bo'pti, mayli. Boshqa narsa kerakmi? Nima kerak bo'ladi? Birimizni sarson sargardon qilib. Bo'ldi, tushunarli, rahmat, xo'p. Nima bo'ladi endi? Javob xati beradimi, poveska beradimi? Xat beradi, aytaman hozir, raisga kirib aytaman. Bo'pti, mayli. Xo'p.
Alo. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murat aka yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Toshkent viloyat sudidan ketmoqchiman. Ha. Mani arizam bo'yicha arizani Yordamchisiman, ismim Laziz. aha. Bugungi vaqtingiz qanaqa? Bugunga yo'q, to'satdan. Avvalambor menga sizlardan jiddiy iltimosim bor, murojaatim ila shuni talab qilmoqchiman. Konstitutsiyamizning 34-40 moddasi asosida poveska berib, qonuniy chaqirsangizlar, tegishli hujjatlar bilan ishlarni olib borsangiz, garchi bu kasasda bo'lmasa ham, ariza bo'lsa ham sizlar ish olib boryapsizlar. Tushunarli. Davay, mayli. Xo'p, rahmat. Sog' ol. Mana ahvol. Men ariza yozganman. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sudiga. Lekin afsuski qarangizlar. Hozir meni bu arizamni kassasiya tartibida ko'rmoqchi. Farmonga qo'ng'iroq qilishdi.